Buni ahamiyat beradigan joyi buni eshiklarigacha ham vakuumda qo'yilgan bo'ladi. Ko'rayotganingizdek bu shkafimiz 100% to'liq davochilik mexanizmida jihozlangan bo'ladi. Bunaqasiga bu nuqtadan bu nuqtaga tushadigan joylari 1.6, balandliklari esa 2.30 bo'ladi. Hattoki tepadagi antresollargacha mana ko'rayotganingizdek vakuumda qilingan bo'ladi. Ochganingizda bir tomonlari shunaqangi ajoyib 5 yilga qator va mana shunaqangi ajoyib dak ventilovchi seyf ham qilingan bo'ladi. Mayda-chuyda kerakli jihozlarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Bu oynasiga ahamiyat beradigan joylar oynalari qolgan oynalarga nisbatan o'rtasida shunaqangi granirovka deydimi, o'rtadan palasak tushirilgan bo'ladi. Va bir taraflarni ochganingizda teng tomonlari polka va kalta kiyimli ilishni esa bishelka qilingan bo'ladi. Bularning narxini bor yo'g'i sizlar uchun 2.550 ming so'mga Toshkent viloyati Toshkent shaharga uyingizga olib borib o'rnatib berish ichida bo'ladi. Yo'q, salmanga boshqacharog'i kerak deydiganlar uchun xohlovchilar uchun 1.40 ga 2.30 shkafimiz bor. Buni ham narxi 2.550 ming so'mga buni ham olib borib o'rnatib berish ichida bo'ladi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bu videoni shkaf izlab yurgan tanishingizga tez jo'natib qo'ying. Barchalarni komfort mebelda qolamiz.